Assalomu alaykum. Varikoz, varkozil, tromboz, davliniya, bo'g'imlarda og'riq, qon quyilishi bormi birodarim? Mana davosi. Kashtan yong'og'i deyiladi bu. Kashtan yong'og'i shu ko'rinishda bo'ladi birodarim. Buni 5 ta yoki 6 ta donasini amini ajratib olib, po'stidan archib tozalab, maydalab to'g'raymiz va xohlang 1 litr etil spirtiga, xohlang 1 litr, ya'ni 1 kilo zaytun yog'ini olivka emasligi aralashtirib qo'yamiz bir oy va iste'mol qilmoqchi bo'lsak, moyi bo'ladimi, nastoykasi bo'ladimi, 4-5 tomchigacha 2-3 mahal iste'mol qilinadi. Og'riqlarga surtib bog'lab qo'yiladi. Varikozga esa quloq tozalaydigan cho'kchani paxta o'ralgani bo'ladi-ku maxsus, ana shuni botirib olib yurg'iziladi. 3-4 kun qo'zg'ab oladi-yu, lekin foydali xususiyati, davolash xususiyati shunaqa bomba bo'ladiki, aslida qo'yib berasiz. Buni birinchi kuchli nomi chiqqan firmalar o'zimizga maz yo bo'lmasam mana bunaqa nastoykalar qilib qaytarib sotishyapti. Katta otni kallasida pulga do'stlar. Xullas foydalaning, o'zimizda ham o'sib yotibdi. Agar videorolikimiz yoqsa, mehnatimizni qadrlab, like, repost, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas sog' salomat bo'ling. Allohga omonatsiz. Xayr, o'zingiz va yaqinlaringizni asrang.